Xonadon olib turib hech ziyoniga sotganmisizlar? Aka shunaqa ish qilayotgan ekanlar, mulkka xonadon olib qo'ygan ekanlar. Mana shu xonadonimizni ko'rishingiz mumkin. Hozir pul yonib qoldi, ziyon narxiga bo'lsa ham beraveraman deb aytdilar. 100% barilgan ziyoniga ketadi, aka deb qo'yibman. O'shanga birinchi kelgan klientga baraka qo'raman, chiroyli narxda deyaptilar. O'shanga hozir nomerlarni qoldirasiz, bemalol telefon qilib so'raysiz bo'ladi. Travertinni bilgan odam biladi, 100 minglik travertin emas, normalniy narsalar tiqilgan bu xonadonimizga polni pishg'ishdan qurilgan ko'rayotgan bo'lsanglar, juda chiroyli. Umuman taxta ishlatilmagan bu xonadonimizda. O'zingizga moslab planovka qo'yasizlar. Eng qizig'ini aytaymi, qaysi rayonda bo'laysizlar? Olmazor, Shayxontohur. Yo'q, Mirobod rayonida shunaqa narxga qo'yganmiz. Narxini aytmay aka deb aytdilar. O'shanga bemalol telefon qilib bilib olsanglar bo'ladi bu xonadonimizda. Zinalari ham keng qilingan, ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli qilingan planovka. Xo'p, bu yerda balkonimizda joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Har bitta xonamizning orasida jaluzilar bo'lingan. 2-1 sutiga qurilgan xonadonimiz. Pastda 3 etaj bo'ladi. Pastda seli podval, 2-etaj, 1-etaj, общий 4 etaj hisoblanadi. Mansarda ham bor-da, akam. Men pastda nomerga telefon qilib, narxini bilib, Mirobod rayonidan xonadon xarid qilib olishingiz mumkin. Kimga qiziqsa, pastga telefon qilib, tez baraka qoramiz.